Nima uchun men siz uchun TX motoblogni tavsiya beraman? Birinchi sababi bu motoblog hozirgi vaqtda puli jihatdan emas, sifat jihatdan emas, qolgan motobloglardan ancha farq qiladi. Sifati yuqoriligi. Ikkinchi funksiyasi originalligi bo'ladi mana. Uchinchisi moy miyachasi qo'yilgan. Moy solmasdan zavod qilsangiz, moy qizib ketgudek bo'lsa, yerda ishlatayotgan vaqtingiz moysiz zavod bo'lsa, o'zini o'zi o'chirib qo'yadi. Buni ishlatgan odamlar yaxshi biladi. Ikkinchisi, arava to'qqaningizda ballonlari pachimlilik bo'ladi. Mana ko'rganlaringizda. Arava to'qasiz-ku, ballonlari mana gidravlika pachimlilik bo'ladi. Bemalol burib ishlatsangiz bo'laveradi. Uchinchisi, arqa plombalari temirli bo'ladi. Vom, suv nasos, karcher, dori apparat, o't o'raydigan qo'yaman desangiz, vomlardan jihozlangan bo'ladi. Arqa plombalari temirli bo'ladi. Yana undan tashqari zo'r funksiyasi, frezerlari har birovi bo'linadi. Mana 70 lik agatga ham xuddi shunaqadan yana ikkita chiqadi. 30 lik agatga ham ishlatsangiz va qo'shib 90 lik yoki kattaroq joylarga ishlatsangiz bemalol bo'ladigan variant hisoblanadi. Frezerlar har birov bo'linadi. Narxi bu original texnika. Baklariga ham o'yib yozilgan. Ko'rganingizdek, reduktorlariga ham o'yib yozilgan. Sifati o'zgarmagan eski sifatga ega traktorimizda hozirgi vaqtdagi narxi atiga aksiyada 3.500.000 so'mga qilib beryapmiz. 3.500.000 so'mga katta korobkali bo'ladi. Texan originali bo'ladi. Eng katta 450 talik korobkali originali bo'ladi. 450 talik korobkaligini atiga 3.500.000 so'mga aksiyaga xarid qilib olib ketsangiz bo'laveradi. Manzilimiz Toshkent shahri Artbloq bozorida joylashgan. Menga boshqacha variantlar ham bormi deganlarga, xohlaganga original titan motobloklarni, xuddi shunday 4 qatordan 8 qator frezer, undan tashqari qo'sh filtrni, воздушный filtrlardan jihozlangan, yana tashqari 2 xil frezer bo'ladi. Xohlaganga oddiy 70 lik, 30 lik agatga tushadigan frezer, yo deganga kobra tishlari ham komplektatsiyasi bo'ladi. Kobra tishlari ham bo'linadigan varianti bo'ladi. Bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Mana kobra tishlari ham har biri bo'linadi. 70 lik, 30 lik agatlaringizga bemalol ishlab bera oladigan varianti bo'ladi. Ballonlari turgun bo'ladi. Chang joylarga bo'ladimi? Uncha joylaringizda ko'rdim demay ishlab bera oladi. Воздушный filtr tepadan nafas oladigan variant hisoblanadi. Buning narxi xuddi shunday 3.5 million so'm. Sifat original 1 yil kafolati bilan qilib beramiz. Menga arzonchi variant kerak desalaringiz, arzonchi 2.600.000 ga ham variantlari bizda mavjud. 2.600.000 so'mdan 7 otishli motobloklardan xarid qilib olib ketsangiz bo'laveradi. Agar puli qiziq desangiz 2.600, menga sifati qiziq desangiz TX Titan Akula motobloklarni men sizga tavsiya beraman. Sifati zo'ri, xilma-xilini olib kelib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa, manzilimiz Toshkent shahri Artbloq bozor S1 birinchi magazin. Kelaverasizlar, dastavkalar klient bilan kelishilgan holatda bitaklargacha, ya'ni Surxondaryo, Qashqadaryo bo'layotgan bo'lsa, mashinalaringizgacha olib chiqib berish besplatni tekinga bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqib bemalol olsangiz bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.